Ortda qolgan yilimiz universitetimiz hayotida yuksak marralar, ilmiy izlanishlar bilan yodda qoldi. Kirib kelayotgan yangi yil barchangizga oilaviy xotirjamlik, mustahkam sog'liq olib kelsin. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Turon universitetining aziz va qadrli jamoasi hamda vatandoshlar, sizni kirib kelayotgan yangi 2026-yil bilan samimiy tabriklayman. Ushbu yil sizning hayotingizdagi ezgu orzular ushaladigan, qalbingizda ezgulik, shodlik va xotirjamlikni olib keladigan sahifalarni ochsin. Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar xalqimizning yorqin hayotida ulkan imkoniyatlar yaratib bersin. Barchangizni ishlaringizga rivoj tilayman. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Yangi yil hammaga omad olsin, baxt olsin.